Erkak kishida ayollarnikiga o'xshagan ko'kraklar shakllanishini, kelib chiqish sabablari va davolashlari haqida gaplashamiz. Ko'kragi katta erkaklarda shunaqa fikr bo'ladi. Aytaylik, dushga kirib yuvinayotgan vaqtda, nega meni ko'kragim boshqalarnikidan katta? Yoki zalga chiqadi, shug'ullanadi, o'zini ko'kragi bilan birov kishini ko'kragini solishtirib ko'radi va o'zini ko'kragi kattaligini sezadi. Ginekamastiya nima? Ginekamastiya bu erkak kishini ko'krak bezini kattalashish bo'lib hisoblanib, buni asosida erkaklik gormonining kamayishi, ayollik gormonining ko'payishi yotadi. Ko'krak kattalashdi degan erkak kishida doim ham ginekamastiya degani emas. Bu ayrim hollarda ko'krak bezi atrofida yog' to'planishi bilan ham kechadi. Mana tashqi ko'rinishi chiroyli, ozg'in, lekin ko'kraklari katta erkak. Yoki bo'lmasa ortiqcha vazni bor, qorni bor, ko'kraklari osilib yotgan erkak. Bu ikkita katta ko'krakning kelib chiqishining sababi ikkita. Zalga chiqadi, doimiy sport bilan shug'ullanadi, lekin hech ko'kragi kichraymaydi. Qorni yo'q, ortiqcha vazni yo'q, lekin ko'kraklari katta. Bunga o'xshagan bemorlar tekshirilganda ko'p hollarda ginekamastiya aniqlanadi. Ko'kragi katta insonlarni topshirishi shart bo'lgan analizlari. Birinchisi, testosteron общий va svobodniy tekshiruvlari. Estradiol, prolaktin, TTG, LG, FSG hamda GSPG gormonlarini tekshirish albatta shart. Ko'pchilik erkaklarda qondagi testosteron miqdori normada bo'lgan bilan ham testosteron tanuvchi retseptorlarning soni kam bo'ladi. Bundan tashqari, qabulimga shunaqa insonlar keladi. Ko'kragini kattalashish sababini qidirganimizda ham ginekamastiya, ya'ni ko'krak bezini kattalashishi, ham qolaversa yog' to'planishi uchraydi. Ko'kragi kattalashgan erkaklarni birinchi navbatda albatta tekshirib, kerakli dori muolajalari bilan davolaniladi. Agar dori muolajalari yetarli samara bermasa, qo'shimcha operativ usulga o'tamiz. Bunda ko'krak bezi atrofidagi yog'larni liposaksiya qilib, ya'ni yog'larni so'rib olamiz. Ko'pchilikka juda kichkina kesma orqali kirib borib, ham yog'larni olib, ham qolaversa kattalashgan ko'krak bezini olib chiqib ketamiz. Qisqa qilib aytganda, erkak kishida ko'krak kattalashyaptimi? Bu organizmning gormonal o'zgarishining asorati. Ko'kragi kattalashgan erkaklar aytib o'tgan yuqoridagi tekshiruvlardan o'tib, zarur dori vositalarini qabul qilib, kerak bo'lsa jarrohlik amaliyoti orqali o'z ko'kraklarini kichraytirishlari mumkin. Bu bilan erkakda estetik jihatdan erkakka xos ko'krak shakllanib, gormonal muvozanat korreksiya qilinadi. Ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga ulashib qo'ying, like bosing, komment yozing. Biz bilan bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga yoki direktga murojaat qiling.